maraz. Asl basharang ochildimi? Aziz, sen sansirama yeriyman, nima bo'ldi? Yo'q, nima bo'ldi bilmaysanmi nima bo'lganini? Kim bilan xiyonat qilib yuribsan? Kim? Men hech qanaqa xiyonat qilmaganman. Keyin sansiramasdan gapir. Hurmatimni joyiga qo'yib qo'y. Hurmatga arzimaysan, eshitdingmi? Arzimaysan shu hurmatga ham. Men xir Aziz, men hozir radom ketishim kerak. Operatsiyam bor. Asabimga tegmagin iltimos. O'zingga ham operatsiyangga ham tupurdim, tushundingmi? Agar dadam seni o'sha radomga anesteziolog qilib ishga joylashtirmaganida, yurarding itti songa oyog'i bo'lib. Menga qara, hech qanaqa xiyonat qilmaganman. Tuhmat qilma, iltimos. Asabimga tegma. Yo'q, qara-ya, Zulya kim? Qanaqa Zulya? Tanimay qoldingmi? Ikkita bolang kamlik qildimi? Homilador ekan, ishxonamga kelib janjal qildi. Aziz, men hech qanaqa Zulyani tanimayman. Tuhmat qilma. Yaxshi. Tuhmat qilyapman-a? Hozir senga isboti bilan ko'rsataman. Allo? Zulya? Bu seni tanimas ekan-ku? Ha? Eshityapti, gapir. Eshit. Nahotki tanimay qolding? Tog' dacha esingdan chiqdimi? Xotinim jodugar, uni sevmayman, menga turmushga chiq deb yalinib, homilador qilib, juftakni rostlagan kim? Ber. Tegma. Ol qo'lingni.